Leksimizi devamlaştırmaz hürmetli vatandaşım. Yaponiya armiyası 4 saat içinde Cungo'nun Şarkı Deniz skadronunu bitçit kılalaydı. Bu çakçak emez. Mavzulu haber 10. ayının 18. günü Venvi Tor BT'de ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Dağlık Harbi İşler Obzorçisi, Azatlık Armiya, Hava Armiyası'nın generali Liu Yajou, Muş ayda makal yazıp agahlandırıp, Yaponiya Deniz Armiyası yani qoğdunuş kısımları, davran silip eğer uruş partlaydıgan bolsa, 4 saatnin içinde Cungo'nun Şarkı Deniz skadronunu tazalayımız deydi. Bitçit kılımız deydi. Bu sözü biz çak dep qaramasligimiz lazım. Liu Yajou, Cungo'nun generali Liu Yajou yazgan makalesi devatıdı bugün. Haberlerge asaslanganda Junlian bu. Başkurduğun hazırkı dünya jurnalida 10. ayda general Liu Yajou makali ilan kılıp Diaoyuda Xitay Sinkako arlı meselesinin Yaponiya tilida Jungo-Yaponiya münasebetiga nazar mavzuluq makalesi da 1981 yıldan başlap Amerika, Yaponiya, Jungo'nun deniz armiyasıga qaratib zanjir belgilik maxfiy deniz okeani harbiy ishlar planı tuzib bir necha qatim harbiy manevr o'tkazdi. Bunu Liu Yajou özü davatıda nima deydi? 1981 yıldan başlap Amerika, Yaponiya, Jungo'nun deniz armiyasıga qaratib zanjir belgilik maxfiy deniz okean harbiy ishlar planı tuzib bir necha qatim harbiy manevr o'tkazdi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Yaponiyanın harbiy parxodlariga sun'iy hamra orqali Jungo harbiy parxodlarining o'rnini belgilaydigan markaziy sistema o'rinlashtirilgan. Diqqat, maqolada mundaq ko'rsatilgan. Yaponiyanın harbiy parxodlariga sun'iy hamra orqali Jungo harbiy parxodlarining o'rnini belgilaydigan markaziy sistema o'rinlashtirilgan. Bu sistema avtomatik holda 50 yıldan ortiq vaqt harakat qilalaydi. Yaponiya harbiy aeroplanlarının mashqlandirib havoda uchish nisbati 90%lik saviyani saqlab kelyapti. Bu deganlik havada mashq qilgan vaqtda Yaponiya aeroplanlari qancha soat mashq qildi degan gap. Hozirgi 90%lik saviyani saqlab kelyapti. Yaponiyanın deniz armiyasının hava kısımları edi. Haberlerge asaslangan Yaponiya Amerika'dan F-22 belgelik harbiy aeroplan setip aldı ekan. F-22 belgelik bu aeroplan 2 saat içinde dünyanın her qandaq bir joyiga bomba tashlab qaytib kelalaydi. O'zi uçqan bazaga qaytib kelalaydi. 2 saat içinde dünyanın her qandaq bir joyiga bomba tashlab o'zi uçqan bazaga qaytib kelalaydi. General Liu Yajou makalesi yani mundaq ko'rsatdi. Keyingi bir mezgil içinde Sinkako arılı meselesi cümleden Janubiy dengizi o'z ichiga olgan holda 2 xil to'qinish yuz berishi mumkin. Onun birincisi tuyuqsiz partlaydigan to'qinish. Onun ikinci xili yani ikincisi suiqasd yoki plan ichida partlaydigan to'qinish. Jungo keyingi bir xil to'qinishga hoşyar turishi lozim. Chunki Yaponiya tuyuqsiz hujum qilishga usta davlatdir. Jungo keyingi bir xil to'qinishga, ya'ni plan ichida suiqasd bilan partlaydigan to'qinishga hoşyar turishi lozim. Chunki Yaponiya tuyuqsiz hujum qilishga usta davlatdir deydi Liu Yajou generali.